Xo'p bola, men bugun sizlarga Zigiga o'tishni o'rgataman. Ko'pchilikda xato bo'lsa, mana qaranglar. To'rtta dalboyib keladi. Landa ham, onlayn ham. Tipi mana masjidga o'tadi deyimdi. Men bu yerdan AWP'shnik по-любому o'tadi, по-любому ko'rasizlar. Zigiga o'ta olmaysizlar. Men bu yerda AWP'shnikmi, famas bo'lsa bo'ldi, o'tmaysizlar, yashamaysizlar degani. Sizlarga cho'tki bitta lifehack ko'rsataman. Cho'tki bitta lifehack ko'rsataman. Biz tomosha qilaylik. Xo'p. Men bunda tushib ko'rmaysizlar, men bunda. Russi mana. Qarasa kelasizlar-ku. Bunda. Bo'ldi, yopildi, ko'rdinglarmi? Flash olinadi. Flash mana bosadi. Mana. Qarasa to'g'ri keldiga. Bu yerda hamma tezlikka qilinadi. Men sekin-sekin sizlarga dona-dona tushuntiryapman. Flash tushgandan keyin yugurasizlar. Mana bu yerga bitta o'ldiriladi. Chiqaradi. Hop. Nimaga men bu yerga otishdi? Men ustiga emas degan bo'lsanglar. Xo'p, men bundagi odam oqarmay qolishi mumkin. Men bu yerda turgan odam. Yosh yuz portlaydi-yu. Men bundagi odam aniq bo'lmashi mumkin. Ular по-любому birinchi flashdan qochib, ikkinchi flashga tushadi. Unda tashlaverasizlar. Yo'q, degan umiddaman.